Masar akadan so'radim, yonimizda haydovchilar, elchixona vakillari. O'ng tomondagi qator bo'sh, hech qanaqa harakat yo'q. Agar kim harakatlansa, bu jarimalar bo'lar ekan. Bu yerdan faqat maxsus imtiyozli tez yordam va boshqa imtiyozli mashina yurish vakolati bor mana. Yo'limizda 1, 2, 3, 4 tasmali yo'l, lekin mashinalar tirband vaqtda ham 3 tasida ketishmoqda va o'ng tomondan hech kim e'tibor berilmaydi. Umuman Bako'ga qaraymiz, birortasi yo'q. Bu yerda nima deysiz? Mana o'ng tomondan yo'lni. Skuter bilan velosipedistlarga-da bu. Xo'p, aka, sizdan iltimos, sizlardan iltimos. Mana Pekinni ko'rsatibsiz, gap yo'q, palasalardan hech kim yurmas ekan. O'sha belgilanganlar yurar ekan, bizda yurib qo'yishar ekan. Shu yo'llar ravonligini ham ko'rsatib, bizanikilar bilan bir solishtiraylik. Bir yo'llarga ham bir mehr berib qarab qo'yishsin. U yamaliga mashinani yarmi tushib ketadi deyapti-yu. Agar odam yuradigan bo'lsa, odam tushib ketadigan yamalar bo'lyapti-yu. Ularni ham solishtirish kerak. Pekinda yo'llar qanaqaligini ko'rsatish kerak. Mana bizda Pekinda yo'l tekis ravon ekan, bizda mamnaqa bo'lib yotibdi deb shu joyini ham solishtiraylik. Bu yog'iga ham bir e'tibor qaratib qo'yaylik. Faqat yaxshi tomonini ko'rsatmasdan boshqa davlatlarni. Joningiz sog' bo'lsin. Videoni o'sha Yaman yamaydiganlarga jo'natib qo'yaylik, iltimos.